Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz Finlandiyada uzumli barglarni yulib chiqdik. Quyosh yaxshi tushib, yaxshi meva berishligi uchun menga qiziq bo'ldi. Shuning uchun video qildim. O'zbekistonda ham shunaqa ish qilinadimi? Quyosh yaxshi tushishligi uchun barglari yulinadimi uzumni? Agar O'zbekistonda ham qilinsa, iltimos kommentariyaga qilinadi deb yozib keting. Menga juda ham bu narsa qiziq bo'ldi. Sizlar bilan bo'lishkim keldi. Finlandiyadagi hayotdan bir kun. Как идет работа? Рассказывай, нравится? Очень. Очень. Именно играть, да? Если бы не было вот таких муравьев. Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz Finlandiyada uzumli barglarni yulib chiqdik. Quyosh yaxshi tushib, yaxshi meva berishligi uchun menga qiziq bo'ldi. Shuning uchun video qildim. O'zbekistonda ham shunaqa ish qilinadimi? Quyosh yaxshi tushishligi uchun barglari yulinadimi uzumni? Agar O'zbekistonda ham qilinsa, iltimos kommentariyaga qilinadi deb yozib keting. Menga juda ham bu narsa qiziq bo'ldi. Sizlar bilan bo'lishkim keldi. Finlandiyadagi hayotdan bir kun. Как идет работа? Рассказывай, нравится? Очень. Очень. Именно играть, да? Если бы не было вот таких муравьев.